G'eribjon! G'eribjon! Dada, anlaşlığa qarğanda Pərman tumşuq egizdigan yerdə g'eribni oilasilar bilan qo'shib o'tiratmoqchi ekan. Nima? Buni sen kimdan anglading? Ularni yolab mangan bir lashkar birsidan aytib beribdi. Uni kushkiritgan odam bor. Bo'lmasa, Pərman unda qilishga jur'at qilolmaydi. Dada, tezroq amalni qilaylik. Balam, menen to'g'ri ketimni minalamsan. Minalayman. Tumshuk egizga boradigan yiq yo'lni bilamsan. Bilaman. Parijon ep kel. Yürü. Sen navkarlarından bir qanchini boshlab, tong yo'rig'icha tumshuk egizga berib bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, bende gunoh yo'q. Buni hammani Shahboz vazir o'rlashtirgan. Shahboz vazir meni bu ishni qilishga buyurgan. Vazirning farmonini bejo keltirmaslikka haddimmi? Qaytib berib, shoh ham vazirlarini yetkazib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zavol topadi. Cho'qim deganlarini yetkazman. Ularni qo'yib yotmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib yetay. Hey, yoshma. Ma. Shafqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarni menga unutmaymiz. Ko'ngil kishilar balo qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar, tezroq yo'lga otlaninglar. Boshpanoyim, o'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p. Xayr, xo'sh. G'eribjon. Melikem, hoş haber. Tumşuq egizda bir palvon paydo bo'lib, g'eribjonni oilasidagilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga por ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikem, Xudoning haqqi hurmati uchun bir kulivasla. G'eribjon.
Mehribon ana. Sizlar nerede? Ana, akam nemişki kelmeydigandı? Qishsimistanda o'zi qizdash, cho'l jazirda suv izdiganga o'xshash. Bu kim? Hürmetli Serdar, bu təvəyimizə suqunub kirib alğan paylaqçı ekan. Bizning 4-5 adamimiz bir odamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qochirib qo'ymanglar. Xo'p, Uni aziz mehmon qatorida kutib olinglar. bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqata? Shundaq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana, Sizlar bir o'ch yigitni ko'rdinglarmi? U kim? Mening o'g'lim G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxir topdik. Sodiq tog'a. kim u? Salamatlар. Uni bir ish bilan istab keldim. Sodiq tog'amni yangi so'qqan, bu qilishdan ko'rib baqqanki deb kelgandim. U texiylalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Safar, qara, kim keldi? Gulcamol. Ay bu ana! Gulcamol, obdan qizim. Mehribon acha. Safar aka. Gulcamol. Ay büyük. Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehribon ana. Balam. Ben sizlarni ko'rolmasmanmikin deb ansirgandim. Qaychib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vafoga jafo qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavvoz bilan ayoli Xadichaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bo'lak yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida